Himoya joyida Erkinboyevda. Jeb. Oh! Juda tez yo'llanyapti. Hadiki yo'q, xavotir yo'q Erkinboyevda eng muhimi. O'ziga bo'lgan ishonch juda ham yuqori. Jeb. Juda yaxshi harakat qilyapti. Juda ham aniq, tiniq. Himoya o'z o'rnida. O'ng qo'lning o'zida ancha-muncha kuchli zarbalarni muvaffaqiyatli yo'llayapti. Chap qo'lni ham qo'shdi. Yo'q, boshning ortiga emas Jafarov. Qo'yil. Jeplar ham zarbadan kam emas, asosiy zarbadan. Fazliddinda. Himoya joyida. Ikkilik zarbasi. Ring markazida bularning juda ham qiziq o'tkazyapti jangni. Aniqlik har ikkisida ham yuqori darajada, biroq ko'ryapsiz samaradorlik, zarbaning kuchi, himoya mana bu kabi kutilmagan hujumlar baribir bizning ustunligimiz tomonda o'tyapti. Himoya yaxshi himoyalandi Fazliddin. Mana endi qarshi hujumda jazolamoqchi, biroq chap berdi Fazliddin. Jeb. Yaxshi himoya. So'nggi soniyada bitta ikkilik zarbasini ko'ramizmi Erkinboyev? Yo'q, menimcha to'g'ri edi. 3-chi. Jeplar Jafarov tomonidan. Yaxshi chap berdi Fazliddin. Ikkilik zarbasi qo'shdi yana. İlk zarbası. Cepler seriyasi. Mana bu ilk zarbasi. Oh, konduktol. Knockdown bu yerda. Qarama qarshi zarbada albatta oyoqda turishga qo'yil. Jafarov ham ko'tardi mana shunday zarbani. Vaholanki Fazliddinda juda kuchli zarba bor. Har qalay 3 ko'rg'ondanda u. Ring burchagida, hujumni kuchaytirmoqchi Jafarov. Qattiq zarbaga hozirlik ko'ryapti Jafarov. Biroq yaxshi kutib oldi Fazliddin. Turli yo'nalishlarni ishga solib ko'ryapti Said Jamshid Fazliddinga nisbatan. Tayyor Fazliddin qattiq zarba bilan kutib olishga, buni totib ko'rdi Jafarov. Jepning o'zi yo'q, ancha sezilarli chiqyapti. Bitta zarba bilan chiqib ketamiz u burchakdan. Bosimni kuchaytirdi Jafarov. Eng muhimi Fazliddin yosh bo'lishiga qaramasdan xuddi bir
katta bokschilar kabi mana shu hujumlarga dosh beryapti va munosabatda bo'lyapti. Xotirjamlik, raqibni nazorat qilish, o'ziga bo'lgan ishonch, zarbalarning aniqligi barchasi Fazliddinda bor. Qo'y. Bu yerda raundda ham katta ustunlik hamyurtimiz tomonida. Gapirmasdan jang qilamiz demoqda referi. Qapas qolib ketgan ekan Fazliddinning. Bo'lib turadi bunaqa holatlar ham. Yaxshi kutib oldi. Uppercut bilan Fazliddin chap qo'lni o'tkazdi. Bosimni kuchaytirmoqchi Jafarov. Boshqa chora ham yo'q Said Jamshidda hozir. Jeplar yetib borayotgan Jamshidning mana endi chap qo'lni qo'shdi, o'tkazdi. Bu esa Fazliddin Erkinboyevning javobi edi. Biroz oyoqda ishlab jangni davom ettirdi demoqda murabbiylarimiz qanday chiroyli kutib oldi Fazliddin. Said Jamshid Fazliddinga nisbatan ancha toliq, chunki katta kuchli zarbalarni ancha o'tkazib yubordi. Usti-ustak imkoniyatni boy beryapti. Bu ham ta'sir qilmasdan qolmaydi unga. Zarbalar almashinuvida o'zingiz ko'rdingiz, kimning zarbasi qanday chiqdi. Belli 5 saniye qoldi. 3-raundning yakuniga yetishiga. Albatta endi ortiqcha urishga shart emas buni. Fazliddin ham yaxshi bilib turibdi. Jarohat olmaslik muhim, chunki yarim final, hali final bosqichlari bor Erkinboyev uchun. Biroz mana shunday holatda yaxshi zarba bilan chiqib ketmoqda. Ladies and gentlemen, the winner of this contest by unanimous decision and heading into the semi-finals in the blue corner, representing Uzbekistan.